Assalomu alaykum, Safiya Ballata misalımızga Gülsirey xanım kızlar bugünkü yeni ders çiçeksay sütlük quvvat bulnuqi. Bunun kerakli materiallar çiçeksaydan 2 üge, 1 to'g'ram baranga, muvafiq miqdordagi un, süt, şeker, quyruq may. Qizlar mushu ko'katlarni, ya'ni bu çiçeksay bilan mush barangimizni suvda pishirib olamiz. Qizlar mushu çiçeksay mush baranga qaraganda tez pishadi. Shuningga ikkisini ayrim pishiringlar. Çiçeksay bilan mushu barangimizni to'g'rab, izish mashinamizga silib, az miqdordagi sovutgan qaynoq suv quyib ezib olamiz. Qizlar bilan mush xil holat keldi. Biz buningga yana muvafiq miqdordagi sutimizni qo'yamiz ustiga. Sutni qo'yib oldik. Qizlar yana bir qatim ezish mashinamizda yana bir qatim ezib tayyor qilamiz. Qizlar bilan boyaq aralashmamizning ustiga un, şeker, quyruq maylarimizni soldik. Endi buni tekshir aralashtirib sut o'tib pishiramiz. Qizlar, mana çiçeksay quvvat bo'lmoqimiz tayyor bo'ldi. Hammanglarning bir sinab chiqishini umid qilaman. Undan bugungi dars tamom qizlar.